o'quvchimdan juda ham qattiq xafa bo'ldim. Odam o'qituvchiga ham shunday qiladi. 7-yanvar kuni Task Buru 1 va Task Buru 2 yozish o'rgatilgan guruhdagi bir o'quvchi qizimiz bir xat yubordi. Tekshirildi, keyin 3 ta xat yubordi. Undan keyin musobaqa e'lon qilindi. Musobaqada eng ko'p xat yozgan Task Buru 1 va Task Buru 2 ni yozgan odam pul mukofoti bilan mukofotlanadi degan e'lon berildi. U taxminan 2 hafta, 3 hafta bo'lib qoldi xolos. Endi qarang, 26-yanvar bugun 17:01 da boshlagan xatlar yuborishni. Tinimsiz xatlar hammasi. Qarang, bular bitta emas, ikkita emas-da. Bular 72 ta xat. 72 ta Task Buru 1 va Buru 2. Bu degani 144 ta xat tekshirish kerak uxlamasdan. Bu shafqatsizlik. Ustozini mana shunaqangi ko'p xat yozib, insho yozib qiynab qo'yadigan do'stingizga jo'natib qo'ying.